Bu bemorimizni dekabrda boshlangan oq dog' 2 oy davomida gijja doktor davolagan, tarqalib ketgan. Davo natijasini ko'rib turibmiz, juda samarasiz va noto'g'ri taktikaga yo'l qo'yilgan. Ya'ni gijja doktorlarda davolanishadi. Gelmitologlar bilib-bilmay noto'g'ri tashxis qo'yib turib, bu oq dog'ing gijjadan bo'ladi deb har xil ortiqcha polipragmatiziya qilib noto'g'ri davolab qo'yishadi va oq dog'ni progressiya stadiyasida kuchaytirib yuborishadi. Asosan ko'pincha birinchi bo'lib turib chiqadigan oq dog'li yuz sohasi, qo'ltiq sohasida bo'ladi. Bu bizani zamonaviy tibbiyotda zo'r effekt beradigan, ya'ni oq dog'ning yopilishi tez bo'ladigan joylar hisoblanadi. Har bitta bemor bilan individual yondashamiz. Markazimizda oq dog'ni davolash bo'yicha zamon talablariga javob beradigan fizioterapevtik muolajalar va jahon standartlaridagi lecheniyalar mavjud. Har bitta bosqichiga qarab turib lecheniyani olib boramiz. Agar sizlarda ham shunaqa oq dog'lar kuzatilayotgan bo'lsa, markazimizga Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya markaziga murojaat qiling. Bizning mutaxassislarimiz sizlarga kerakli yordam berishadi.